Saturn Tyson. Agar kechgacha mashq ish tashib qo'ymasalaring, archaga o'yinchoq emas, o'zlaringni osaman archaga, tushundilaringmi? Xo'p. Bo'pti dada. Bo'ldi, qilib qo'y hamma ishni. Bitta o'zim qilamanmi? Uy kenja o'g'ilnikimi? Ha? Uy senga qoladimi? Ishla. Yo, rostdan ham de, aka, uy sizga qoladi-ku. Men bir erga tegib ketadigan odam bo'lsam, archa yasatman, menga nima keragi bor? Yangi yilgacha tegib ketmasan kerak. Izlash. Tuvoy unga somon qo'shib qiladigan bo'lmasa o'xshamaydi. Tez qil bo'lmasa bir o'sha qizga aylanib. O'sha tez qil. O'sha gapga o'zing uchun o'ylayapsan. Yo'q, men bu uyga bolami qulmi? Aka, shukr qiling, agar meni singlim bo'lib tug'ilib qolganingizda haqiqiy qullik qanaqa bo'lishini bilgan bo'lardingiz. Biror marta yuzingni loyda makiyaj qilganmisan? Uy tozalab qo'ylaring. Bilaman, uy meniki, men qilishim kerak, ha? Bilarkansan, qo'l ukajonim. Dada, katta o'g'liga uy olaylik. Akamga cho'p solib beraylik deganda, og'zingni bir chekkasidan chiqib ketishini qara. Uy falon pul bo'lsa, senga maqad 48 million bosh to'lov bilan 2 xonali xonadonlar. Iskandar Buildings'dan yangi yil aksiyasi. Endilikda siz barcha xonadonlarni 10% bosh to'lov bilan xarid qila olasiz. Aksiya 30-dekabrgacha davom etadi. Tur, keyin ketdi. Yo'llaring. Tezlab ol. Deshingmi, qaynota meroslar qatamdi, menga qo'yib ketyapti. Ay, Iskandar Buildings'ga ketamiz. Mana uchar gilamchaga mening, mana bu yoqqa ketyapman. 3-4 ta kvartirangiz bor, pulingiz bor. Nima kerak sizga? Xotin urug'ga investitsiya qilgandan ko'ra, shunga investitsiya qilganim yaxshi, 2 yilda 2 barobar tug'adi. Boyni kallasi ishlaydi-da, pulni qaqa tiqishni biladi. Men tup qo'yman, faqat sallaga tikaman. Yer. Dadam bunga uy bersam ishlamayapti-ku. Va katta o'g'il o'zi shunaqa, bersa yeyman, ursa o'laman deydi. Apa, onasini emdiring bilani. O'zim bilaman. Hoksor ilonlar-ku. Aka, kim ekan? Apalaring. Apa, yaxshimisiz? O'ta yanaqa. Kechagacha yuzimga kiyananaysan-na, bacham. Dugona yasamoqchi bo'ldi-da sandan. Sen nima sansiravsan? Yuribsanmi so'qqa bosh? Menga qara, umringni 40-chi avtobusda o'tkazmoqchimisan? Qachon uylanasan o'zi? Sansirama. Qalay bo'larkan? Menmi changi qaralarning ahvolini tozala. Ha? To'ylachang. Men bunga bemal moshincha chizsa bo'ladi. Qarang, hozir chizib beraman. O'zlarim uylari musulxonaga o'xshaydi. Qachon ketadi-ku? Sen yana sansirayapsanmi? Buyuklar sizlamaydi o'zi. Buyuklar mana bunaqa qilgan, iblisini mana bunaqa qilgan deylar-ku. O'sha uchun. Men buyuk emasman. Meni bir marta sansiragin, bo'yningni uzaman. Kuch ko'p ekan, gapiradi hozir. O'z kartoshkasi ham ko'p deydi. O'zim yo'q qilaman taktiga bilan. Kimdir artsin shu yoqda. Yo'q, sotoldi artdim. Yana bitta art chakaga o'chsin shuni. Men svetga ham gapiradi hozir. Yo, bu gilamlarni qara, yamoq bo'lib yotibdi. Uydagilar shu gilamda turishibdimi? Bor gilam olib-ke. Qaydan olaylik? Yekdan? Prosta aka, gilamlarga 20% dan 50%gacha chegirma ketyapti. Yuring, ulgurib qolaylik. Kaklas aksiya bo'layotgan ekan. Yo'q-mo'yo, 38 ming kvadrat aka. Xuddi shunday. Aka bu to'rtni 10 million bo'lyapti. Nima qilishadi? Bunaqa chegirmani O'zbekiston bo'yicha topolmaydi. Bu chegirmani faqat 30-dekabrgacha amal qiladi. Eron gilamlariga ham 30% chegirma ketyapti ekan. Manzilni eslab qol, Erkin Karzinkani yonida ikkinchi filiali Algoritm avtosaloni ro'parasida. Mana gilamlar boshqachada baribir menga ham olib ber aka. Ering ayt, olib bersin. Davay, meni uyimga ham bir komplekt jo'natib yubor. Endi opa iltimos qilmayapti, opa buyuryapti. Bo'ldi opa. Hoppa, buni zapal deydilar. Ustingizga nima qilgansiz? Kir bo'pti. Bilmadim. Bo'lsin qani? Mana bunisi zo'r ekan-a? Конечно, bu panfushaning yangicha qulupnaylik varianti. Mana bu esa faqatgina Seul Moon'da panfushada bor yaponskiy cheesecake. Ming bor uzra, xalaqit berib qo'ymadimmi? Bitta chotki rasminglar qolib ketibdi. Mayli, kerak emas, udalit qilavering. Xato ko'p rasm udalit qilish. Yuzdagilar ko'rsa va shu jinni bo'ladi. Mayli, tashlab bering. Bu lekin 600 mingda. Boyagi 300 ming edi-ku. Buni kassivasini qarang, yuzdagilar ko'rsa dodlab boradi kassivasidan. Bo'l, beraman 600 ming so'm. Nima levaslar o'zi? Ningilimi nima?
Ha, damashli shirinliklari ham bor ekan, bitta ko'rsataymi? Yuring. Bu dubayskiy shirinlik ham juda zo'r ekan, a? Men qarasam, sen hozir bu yoqdan ketasan, men bu yoqdan ketaman. Nimaga? Sen bilan yursam juda qimmatga tushib ketdim. Dadam yaxshilar. Yo'q, asabiylashmang. Yangi tushgan kelinda so'kib bo'lmaydi. Psixologический travma oladida keyin homilador bo'lmay qoladi. Mani bobom buvimni tarslatib so'kaydilar, lekin bu universitetda tuqqanlar-ku. Zamon boshqada pocha. To'g'ri, pul qo'lga kiradi, lekin buni yuvish kerak degani emas. Kiyimlaringizga qo'shib yuvib qo'yinglar. Yo'qsin. Ha, kuyov, unaqa so'kib bo'lmaydi. Psixoterapevtический Psixologический. Ha, oladida keyin sut qochib ketadi. Bolaga kash olib berib so'ksam bo'ladimi? Tabiiy sut turganda kashaga bola bormi, pocha? Bo'ldi, bo'lmasa 2 ga to'lgandan keyin so'kaman-da. 7 yoshigacha emizman. Meni ham ko'rgim kelyapti endi. Kartochka qovurdingmi yo bu shashlikni ko'mirmi? Ozgina kuyibdi xolos-ku. Yes, sana o'sha Kuyov, ikki xat xotinni so'kib bo'lmaydi. Bolaga ta'sir qiladi. Travma oladida davleniya bilan tug'iladi. man davlena bo'laymi bo'lmasa. Yo'q, yesa bo'ladi-ku. Ko'p yashang. Kuyov bola, rahmatli qaynotangiz shunaqa yaxshi inson edi. Men nimaga erta o'lib ketdi shu ering? Pochchamchi opamni umuman so'kmasdilar lekin. Siz ham kuyov nevaramizni so'kayvermang. O'zi biz uzoq yashaydigan avlod emasmiz. Ha, mana buvim yaxshilarmi? Kuyov, gazini bering. Bular o'lmay kun avloddan. Erkak so'kmasa o'zi o'lib ketay ekan. Jo'rajon, ikkita mashining bo'lsa, bittasini berasanmi menga? Ey jo'ra. Temirku, temir. Jonimni so'ra. Jonimni so'ra jo'rajon, beraman. Agar ikkita kvartira olsang, bittasini berasanmi menga kvartiram bo'lmasa? Ey! 4 ta tosh devor g'ish. Bitta saniki jo'ra. Jonimni so'ra. Menga qara jo'ra, agar sigareting ikkita bo'lsa, bittasini berasanmi? Hay iflos. O'zi 2 dona sigaretim qolganini bilasan-ku. Ber bo'pti shu zaharni chakaylik. Jo'ra esingdan chiqmasin. Любой millionering ham 2 dona sigaret qolganda xasga aylanadi. Tushundingmi? Kerak bo'lsa o'zing topib chaq. Ha, bu yoshlar sho'qda. Oy, nasos uchun shupa yuzing yuvishing kerakmi? Shunda yuzimni yuvmaymi? Yuv, chelakka ol, bakalashga qo'y, to'ldirib qo'y. Har zamon zing 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 zing. Nima bu ahvol? Nima qilibsan? Aka nechta kelasiz? Mana shu yerda oqlash kerak ekan. Men oqagobga bor. Sizlar shikolatlarni yeb, romantika qilaveringlar. Nima biz yemadik? Senlar yemasalang itiydimi, a? O'sha zahar zapni uyga kirib onamlar bilan ye. 1 kilo olib qo'yganman-ku. Shuni ayt, meni boshimga qolib ketyapti. Siz? Bitta ham tinchlik yo'q bularda aslida. Qatdan uylantirdim shularni. Hingir. Bitta uylangan senmi? Ya. Hamma aybni shu kishi qilayotgan ekanlar-da, mana Qanday ishlar? mana zapiska olib keldim. Bu HoloLens ovoz yozish petlichkalari. Shaxsiy blogini yuritmoqchi bo'lgan insonlar uchun eng zo'r qurilma mana shu. Bu petlichkani shuna olib chiqib qo'yib ketasiz, 340 metrgacha zapis qiladi. iPhone ga ham zapis qilsa bo'ladi, kameraga ham zapis qilsa bo'ladi. Og'irligi atiga 14 gram. Syomka jarayonida ana shularni eshitib turasiz-da. Ukamni ham mana shundan ushladim-da eshitdim. Menga ham shuni Nima qilasiz? kelindi poylaydi. Ko'p yashang kelin. Ko'p yashang. Ertalabdan beri dasturxonim axtaraman. Boshingizga gapyapsizmi? Izduvasiz что ли kelin? O'zimnikini topolmadim, Deojon. Mana bu kolxoz uchun, mana bu nasosni ochgan uchun, mana bu shokoladlar uchun. Ona, bu nasoschi ishlayapti-ku. Ona, Shular. nima bu bombami? Sovuq tushdi, bog'chalarda ochyapmiz. Ona, akamga gapiz ta'sir qilmaydi, sovuq nima bo'libdi? Bor, key, qo'tingga key. Biram maza qilaman desa pul topib olsam. Muncha sassi. Nima qiqqan bular? Ukamni ham oyog'idan miqqanmi? Ukangniki naturalniy sassiq. Sassiq emas-ku. Naskingda itni uyga tashlasa, it o'ladi sassiqligidan. Ertaga men kurtka olamizmi ona? Olamiz bolam, olamiz. Yappa yangi. Shu bil shuni kiygin, keyin gilab beraman. Yes, endi menga kurtka olib berasiz. Ona menga vaqt kichkina bu. Meni musirkada topgan bilan hamma eskisini menga beradi. Keyingi yil akamga kichkina bo'lsa, men kiyamanmi? Ye kallang. Ulan, o'tgan kurtgan qani? O'zingda aytib balo bo'lma. Ona, bu puti jirtilib ketdi, kiymayman men buni. Zamoga chib turgan bo'lsa ham kiyasan. Qoparma, bar olib bermas ekanlar. Mana bipinoyida turibdi. Bu ham senga, shular. O, mana kakras, mana hammasi senga loyiq bo'lib qopti, ulim.
Jonimga tegib ketdi eski kiyim kiyish. Hech bo'lmasa qishga bir yangi naskov beringizlar. Senga yangi tugul eskisini ham olib berma. Oldin oyog'ingni jo'satsa. Mana uni. Kakras, mana o'g'lim, bir payin topsang bo'ldi, ishla. Bugun sen ovqat qilmay qo'y, o'zim qilaman, xo'p? Ura! Xursand bo'lma menga. Mana sasigan, namiqqan kirlarni juvasan. Singlim charchamadingmi mabodo? Yo'q. Ham choponni ham yuvib bermasa. Alo, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Jizzax Bibadiyaxshi saloni ishladi. Qimmat hadovoy moshinasi qaysi? Aytinglar, qimmatini. Bizda Yekka, Chazor, Yuvanab, tejamkor va arzon avtomobillarimiz mavjud. Pullar vaqti muammo yo'q. Pul aynan shunday. Boy bilan boy gaplashadi. Xo'jayingizga beringda, men xo'jayingiz bilan gaplashayda. Boshliq sizni telefonga so'rashadi. Assalomu alaykum, eshitaman. Assalomu alaykum. Aka yaxshimisiz? Aka, pulim qo'limdan naqd turibdi. Olib ketsam bo'ladimi, chempionmi? Albatta. Xo'jayin bir yangi korxonaga investitsiya kiritdik. Ikkita buxonka olib keladi. Naqd to'lovdan tashqari boshlang'ich 25% ni to'lovni amalga oshirib, qolganini 1 yildan 5 yil. Xo'jayin pul etmay qoldi-ku. Septi. Kodini ocholmay turibman. 0505 kodi. Ya o'zi taxoyim bor. Mana prosta ko'p benzin yotganligi uchun ekonomishlik o'zgartiray dedim-da. To'g'ri, manzilda adashmadingiz. Bizning avtomobillarimiz juda ham tejamkor ham ekologik toza avtomobil hisoblanadi. Aka, manzillaringiz qayerda edi? Jizzax shahar O'rda bog'ining ro'parasida bowling binosida joylashgan. Roltinga tegma. Ha, tushunarli. Bo'ldi, biz sizni avtosalonda kutamiz unda.